Hayrola? Labay hocam. Assalomu alaykum boy. Va alaykum assalom. Qani marhamat. Keling taqsir. Amin. Boy davlatini Alloh taolo bundan ham ziyoda qilg'ay. Amin. Allohu akbar. Nafaslari muborak. İnşallah durlari qabuldir. Hayrola? Labay. Choy keltir. Ota. Tomoshaga boraman, pul bering. O'g'lim, kim ila borasan? Tursun aka ila. Ha, o'g'lim. Albatta vaqtli kelinglar. Va yomon yerlarga bormanglar. Xo'p, ko'p gapirursiz-da. So'zlashib o'ltiring taqsir. Xo'p. Boy uchcha katta bo'libdir. Xudo umr bersin. Usuli jadida maktabidami o'qigandir. Yoyinki eski maktabda Ikisiga ham bormaydir taqsir. o'z hovlingizda o'qitadirgansiz. Yo'q. Men o'g'limni o'qitmoqqa o'ylaganim yo'q taqsir. Ajoyib. Sabab nedir kim o'qitmaysiz? Vaholanki o'qimoq qarz va ilm sababi izzati dunyo, oxirati sharofatdir taqsir. Meni xayolimga dunyoning sababi izzati boylik. Oxiratda bo'lsa Xudoning qilgan taqdiri bo'lur. Chunonchi biz ko'ramizki, odamlar boyni mullodan ziyoda izzat qiladirlar. Xususan mana banklar ko'paydi. Bizning ham boyligimiz izzat qilinadir. Bu gaplaringiz hozirgi zamonga ma'qul, lekin kelin va boylarning izzati vaqtincha va xalq ko'zi ochilgunchadir. Alarni ish tushganda izzat qilur. Mulloni bo'lsa hamma xalq izzat qilur. Ya'ni mulloni ilmi izzat qilinur taqsir. Bizning ham boyligimiz izzat qilinadi. Hatto musulmonlar nari tursin, urus va armanlarda ham izzat qilinur. Izzatni nari qo'ydik. Agar o'g'lingizni o'qitsangiz, daftaringizni yozur, namozingizni va savobingizni davom ettirur. Ham sizga savob bo'lur taqsir. Mirzalik oson taqsir. Mana oyinda Xayrullohga 7 so'm beraman. Kunduzlari mirzolik, oqshomlari mehmonxona ishlarim. Hatto uyqum kelguncha kitob ham o'qib beray. Shariat ilmi sizga ne dersiz? Shariat ilmini o'qitmoqni lozim bilmayman. Chunki ani mufti yo imom va muazzin qilmoqchi emasmen. Zarurati diniyaga ne dersiz taqsir? Men o'zim 5 vaqt namozni kerakli duolari ila bilurman. O'zim o'rgaturman. Xat savodga ne dersiz? Vaholanki savodi yo'q odam hech nimaga yaramaydir. Bu fikringiz g'alati. Chunki mana meni savodim yo'q. Mojuski shahrimizning eng katta boylaridandirman va har ishni bilurman. Siz ilgari zamonlar navi ila boy bo'libsiz. Hozirgi zamonda boy bo'lish nari tursin, hatto ro'zg'or tebratish uchun ham ilm kerak.
Ko'ramizki, 20-30 yildan beri barcha savdo ishlari Yahudi, Arman va boshqa ajnabiylar qo'lida. Buning sababi bizni o'qimaganimizdadir. Ko'ramanki, o'qimagan boyvachchalar ota molini badnom qilur va oxiri xor va zor bo'lur. Binobarin sizga o'g'lingizni o'qitmoqni taklif qilurman. Ey domilla, siz menga taqiqchimi? O'g'il meniki, davlat meniki. Sizga nima? Mana o'qiganni birisizmisiz? Yemoqga noningiz yo'q. Yana bu holingiz ila menga nasihat qilursiz? Xayrullo. Xayrullo. Labbay hoji. Mehmonxonani qulfla. Joyimni tayyorla. Uyqum keldi. O'qimoq va mulla bo'lmoq uchun pul kerak. Boyvachchalarning holi bul bo'lsa, bas bu ketishda nozon billo dunyo va oxiratni rasvo qilurmiz. O'qimoq erkak va xotinga bo'lsin farz edi. U qayoqda qoldi? Oh voy, bizni holimizga. Boy, hoy boy. Men sizga amri ma'ruf qilurman va shariat bo'yicha menga lozim bo'lgan ishni bo'ynimdan soqit qilurman. Inshaalloh mo'ylab alifni tayoq demay yurgan o'g'lingizni holini ko'rurmiz va o'qitmaganingiz uchun gunohkor bo'lursiz. Ey domilla, menga nasihatchini keragi yo'q. Bezor qildingiz. Bu odam meni ishimdan, uyqumdan qoldirdi. Xayrullo, mehmonxonani qulfla. Uyqum keldi.